Assalomu alaykum. RepairFX obunachilari, sizlar bilan hop, eng yaxshi brokerlardan biri bo'lgan Just Marketdan ro'yxatdan o'tishni tushuntirib beraman. Buning uchun havolani ustiga bosamiz. Videoning ostida ham havola bo'ladi. Bizda ekran ochiladi. Bu ekranga o'zimizni ro'yxatdan o'tishdan oldin O'zbekistonni topib olamiz. Shu deb emailimizni yozamiz. Emailimiz bu yerga bo'lsa o'sha Just Marketda foydalanadigan kodimizni qo'yamiz. Masalan, RepairFX son ham bo'lishi kerak. Oxirida bironta belgi bo'lishi kerak. Xuddi to'ldirma, qanaqadir bo'y bitta belgi bo'lishi kerak. Lotinda, ya'ni angliskiy, ruskiyda bo'lishi kerak. Angliskiyda bo'lishi kerak aniqroq. Oxirida belgi bo'lishi kerak. Xo'p, keyin continue ni bosamiz. Shundoq akkauntga kirib ketadi. Keyin akkauntni tasdiqlashimiz kerak. Buning uchun bu yerga ismimizni yozamiz. Maniki. Men shu o'zimdan o'tganman. Boshqa ism familiya yozaman. Xo'p, bu yerga bo'lsa tug'ilgan oy, yil kiritish kerak. O'g'il bola bo'lsa male, qiz bola bo'lsa female bo'ladi. Adresga tumaningizni yozasiz. Masalan, menda Qorako'l bo'lgani uchun Qorako'lda bo'lgani Qorako'l. City bo'lsa Buxara. Telefon nomeri so'raydi tasdiqlayotganda. Telefon nomer bu yerga bironta kasb tanlaysiz. Bu yerda hozir bosiz. Mablag' to'ldirasiz. Studentmisiz? Tradingda xabaringiz bormi? Qancha? 1 yildan kam masalan. Masalan oladigan yo'q, 1 yildan ko'p. Yoki umuman tajribam yo'q desangiz bo'ladi. Hop, bu yerda aytibdi. Bularni o'tasiz. Hedging, investing. Qancha topasiz deyapti. Qancha sarflamoqchisiz? Pulingizni qayerdan topasiz? Saqlaganman desangiz ham bo'ladi. Qancha depozit qilmoqchisiz? Endi просто bular shunchaki yozib qo'ysa bo'ldi. Shart emas, bular muhim emas. Keyin bu yerda $2000 depozit qilsa bo'ladi deyapti. Hozir akkauntni tasdiqlash kerak, chunki depozit qilgan bilan depozitni yechib olib bo'lmaydi akkaunt tasdiqlamasa. Bu yerdan O'zbekiston mana chiqadi. Buni bosgandan keyin bo'ldi, o'zi chiqyapti. Uzkart ximolar, haligi withdraw yechib olish kartaga yo'q. Uzkart ximodan to'ldirsa bo'ladi. Complete verification ni bosib akkaunt tasdiqlaymiz. Xo'p, driver litsenziya yoki pasport, ID karta, pasport, xuddi shunaqa ID karta,
Bularni yuklaysiz bu yoqdan. Bu yoqdan orqasini oldin bittasini yuklaysiz bo'ldi masalan. Illi bo'lmasa shularni yuborasiz. Hop. Bo'ldi. Keyin yashash joyingizni verifikatsiyasini so'raydi. Yashash joyingizga ham xuddi yashash joyi chiqadi-yu, o'sha yerga keyin pasportni yo pasport ID kartadan o'tgan bo'lsangiz, proviziya ham kiritsangiz bo'ladi. Agar proviziyani kiritgan bo'lsangiz, boshda tasdiqlashga yashash joyi adresiga MyGo'dan olib yo pasportni propiska joyini kirgizsangiz ham bo'ladi. Shu bilan komplet verifikatsiya tugaydi. Hozir men endi verifikatsiyani qilib bermadim. Xullas tushundinglar. Verifikatsiyadan o'tish muhim. Hammasi qonuniy, bu hech qanaqa broker emas. Keyin akkauntga o'tamiz. Bizga real akkaunt berdi mana. Standart akkaunt, depozit qilish mana bank karta. Xo'p, Visa kartadan 1/1 5%. Humo Uzkartlar ham bor. USDT'lar bular verifikatsiyadan o'tgandan keyin ochiladi. Komplet verifikatsiya qilasiz, mana bu tepada chiqib turibdi. Hop. Bizga asosiy yana endi shot ochildi bizlarda. Withdraw ham xuddi shundoq. Yechib olish komplet verifikatsiyani tugatgandan keyin bemalol bank kartalariga yechib olsangiz bo'ladi, yechib olish. Hop, buni esa MetaTraderga ulashishni tushuntirib beraman endi akkauntni. Xuddi mana 3 ta nuqtani bosasiz, account informationlari chiqib keladi. Hop. MetaTrader 5 logini chiqdi. Mana MetaTrader 5 ulash uchun buni shunaqa copyright qilib olasiz. MetaTraderga kirasiz. Shunaqa chiqgan account, bu yoqqa esa just yozsangiz o'zi Just Market Global chiqdi. Bu yerga esa ikkita shot turi bor. Serverga demo emas, live qilasiz. Loginga login yozasiz. Bu yoqqa bo'lsa kodingizni yozasiz. Repair FX boshda qo'ygan kodimiz Jumashga ham o'tadi u. Ana ochildi shot. Targovniya. Bu yoqni koddan bu yoqqa masalan paralarni qo'shsangiz bo'ladi. Masalan USD, Bitcoin plus bosasiz, Bitcoin qo'shiladi. Xo'p. USD ni bosish ustiga bosasiz, trade chiqadi. Kimdadir mana bunaqa buy sell knopka chiqmayotgan bo'lsa, buni sababi depozit yo'qligi uchun, shotda pul yo'qligi uchun buy sell knopka chiqmaydi. Hammada ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Tak, akkauntimiz ochildi, tayyor. Standart 3000 lik shot. Leverage 3000 bemalol. Eng kam depozit $10. Boshqacha o'zingizga qulay akkauntlar ham bor. Masalan, Open New account qilsangiz bo'ladi. Standard, Pro shot, RAW spread. Bularga depozit kamida $100. Eng yaxshisi standart shot $10. Spread bor, uni kam spread. Bularda spreadlar, RAW spreadda spread yo'q pashti. Endi bor, komissiyasi bor. Minimal depozitlari $100 bular. Eng yaxshi variant standart shot. MetaTrader 4 ga ham xuddi shunaqa standart sentovoy shotlar ham bor MetaTrader 5 4 uchun. Xullas, hammasini tushundinglar deb o'ylaymiz. Xullas, bugungi shu edi. Bemalol men bu yerdan verifikatsiyani tugatsanglar bo'ladi. Nima qilasiz? Settingsga bosasiz. Sizni daniylar chiqib keladi. Bu yoqqa Google ga ulab qo'ysangiz bo'ladi. Через Google orqali kirasiz. Yoki Facebook orqali ulasangiz ham bo'ladi bu yoqqa. Verifikatsiyani bosasiz. Shu verifikatsiyadan hali o'tilmagan, o'shaning uchun o'tishni maslahat beraman. Verifikatsiyadan o'tib qo'yish juda muhim. Bu hamma broker uchun muhim. Eng yaxshi broker shu Just Market. Havolani videoning ostida havola bo'ladi. O'sha yerdan
o'sha havolaga bosib kirsanglar уже bonuslari ancha yaxshi bonuslar beradi. Hammaga xayr. Video shundan iborat edi. Yana tushunmagan mavzularingiz bo'lsa, tushunmagan joyinglar bo'lsa, o'zimga aloqaga chiqsanglar, bemalol ko'rib tushuntirib beraman.